Assalamu alaikum, musulmon yurtdoshlar, sizlar men Bozor xabar kanalı. Bugün 26 mart. Kechki Jalabachalardan kechki rubl kursalarini ko'rsatib beramiz. Qirg'izalim. Like basa ketingizlar. Biz har doim o'z negisi bir kunda 3 video kirgizamiz. 200 ming odam ko'radi. Şu an 98-97% mda like basıp kattalay ko'radi. Şu like men qo'llab qo'yingizlar. Mumkin bo'lishuncha. Ikkila qo'lingizda ikki jolda tegizasinglar bo'ldi. Biz bo'lsa boshladik kechki rubl kursalari. Qaysi bankda qanday ko'rsatib beraman. Aman bankda rubl 85 satılışım sizlerden 85 ming rublingga 850 so'm bo'ladi. O'zlari 1000 rubldan satadi birden. Dollar düştü 89, satılış 91.50. Dollar qalığına geldi, rublni negadir tushirdi. Buni jalob bunday qilib. Doskredo bankda rubl 85 satılışı 1.85 tiyindan alıp satılışı 1 so'mdan satıldı. Euro 98.50. Rubl dollar 88'e tushib qoldi. Satılış 91. Bir gana şu rubl kommersiya bank Qirg'izistonda 90dan alıp birden satdı ekan. Dollarda 90dan alıp 92dan satdı. Alsanızlar şul yerden alыңızlar. Rublda almashtirsanızlar. Qirg'izalim shunday kechki бағалар Jalabachalardan.